O'zbekiston ixtiro qilishdan charchamaydi va rivojlanishdan. Do'stlar, ixtirochiga like qo'yamiz. Ustaga bosing gazini bir ko'rsak ko'rib bizga yarasak. Do'stlar, bu pilar emasdan, do'stlar. Pilar emasdan, to'kligi bunisi. Ha. O'zbekiston ixtiro qilishdan charchamaydi va rivojlanishdan. Do'stlar, ixtirochiga like qo'yamiz. Ya'ni okamiz nima ixtiro qildilar? Bu o'ylaysizlar, bu pilaramanga deb o'ylaysizlar. Yo'q, pilaramanga emas. Bu boshqa narsaniki, bu anaqani kechadigan. Ustaga bosing gazini bir ko'rsak ko'rib bizga yarasak. Do'stlar, mana ishlarni buni suvlab qo'yishar ekan. Keyin shuni qo'yib qo'ysa bormi? Anaqa kelib, endi ustalar maza qiladi. Buni-chi, hali shpatilni olib, tozalab, qil, unaqa narsalar yo'q do'stlar. Aslida sekin anaqa ketaveradi. Ovozni uylashni qilib, chimdara qochib turib. Mana do'stlar, shiploq qayta o'zi kesadi. Oldi bu narsani shpatillarda kes, nimalarni tozaladigan. Yana bitta qiziq tomoni bor. Bu hali hozirgi paytda domlar qurilish ko'payib ketgan, hamma domchilar mana shunaqa gazoblar ishlatishyapti. Nima qilishyapti? Gazoblarni 2 qavat qo'yib do'stlar. Ya'ni 2 qavat gazoblar degani, hozir bitta chiqqanda 12 ta gazoblar chiqayotgan bo'lsa, 2 qavatlikda birato'la 24 ta gazoblar chiqadi. Tepasi ham, pasti ham kesar ekan. Mana o'zi avtomatik orqaga qaytaveradi, shumbur qilib turib. Xo'p, endi bu narsani ixtiro qilgan akamizni hozir chaqiraman. Habilarga keling aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Habilarga mana bitta pagonim beraman sizga aka. Tak. Keling aka. Habilarga bu narsani hali endi ixtironi lyuks kopiyasi bo'lgan ekan. Oldin trosli bo'lganmi bu narsa? Shu bitta 2 etajga, 1 etajda trosda kesilgan ekan. Bu narsani Andijonga birga borganimizda u akalar Rossiyada ko'rgan ekan. Shunaqa qilsak bo'lmaydimi deb ular tavsiya bergan. Biz bilsangiz aka pilarama sohasidamiz. Pilarama sohasida hozir sexlarga boramiz, sexlarni ham ko'rsatamiz. Shunaqa pilaramaga o'xshash onaqa lentada kesib turganini ko'rganman aka deb zakasini bergan. Qo'ldan kelgancha tayyorlab olib borib qo'yganmiz. Buni pilaramani arrasimi mana u? Yo'q, bu arra yog'ochniki bo'lak bo'ladi. Buniki alohida bo'ladi. Ha, bu hali yog'ochniki emas-a bu? Yo'q, yog'ochniki emas bu aka. Endi almaz bor-da buni ichida. Ha, ichida almaz bor. Shuni hisobiga hozirgi paytda do'stlar, mana bu tomonga o'tsak, hali gazobloyni nimada tozalashardi? Nima deydi haligi? Shpatilda tozalashardi. Nima tekis qilishadi, harakat qilish. Bunda shart bas ekan do'stlar. Bunda mana shuni tepasi, buni olib qo'ysa bo'ladimi? Shpatil beringlar. Hozir aka shpatil bersin. Buni endi shuni o'zi qurigandan keyin o'zi shiploq qayta olib tashlab keyin mana shunga tashlab yuborishgan fasi. Do'stlar, yana bitta zo'r narsa, mana shu narsani gazobloyni tashlab yuborishyapti. Buni o'zi tashlab yuborishmas ekan. Bu ham pul ekan, bir kamasi falon pul bo'lar ekan. Gazobloydan chiqqan atxotni tomlarga, lombozga ishlatsa aka zo'r bo'lar ekan. Mana buni qanday qilib oladi ustaga? Endi ustaga o'zingiz bilasiz, endi bu o'zi qurimagan ekan. Buni qurigandan keyin olasizlar, o'zi buni. Mana do'stlar, sizlar uchun olib berdik. O'zi buni qurigandan keyin olishar ekan. Tekis bir xil bo'lib chiqargan, shuni hisobiga tez bo'lar ekan do'stlar. Bundan buyog'iga keyin lentaga qarab turib ikkinchi reskiga o'tar ekan, bo'lmasam shipatni nima qilib berar ekan. Xo'p, endi nariyoq tomonga o'tamiz. 2 etajli deganimizda nimani 2 etajli mazmun tutadi? Hozir uni ko'rsatamiz. Pauzani bosing ustaga. Xo'p, bu mana 1 etajli qolib, ya'ni bitta qo'yganda 12 ta qolib qo'yadi, to'g'rimi? Shunaqa ekan. Mana 2 etajli qolibdi, ya'ni o'sha aytganimdek bitta qo'yganda 24 ta qo'yadi. Haligi lenta, siz ixtiro qilgan lenta o'rtasidan keyin tepasini ham kesib beradi. Shunaqa kesadi aka. Bir xil 30 hamig'ish bir xil chiqadimi hammasi aka? Shunaqa bir xil chiqadi aka. Keyin o'sha stanogimiz aka absolut shunga tayyorlangan o'zi. Ha, o'zi shu uchun tayyorlangan. Bular mana uni betini olib olish uchun ham o'shandan foydalanyapti. Sabab tez bo'lyapti-da, ham chiroyli, ham tekis bo'lyapti qo'lligiga nisbatan. Xo'p, aka endi mana bu yerda oldin o'sha nimali bo'lgan ekan, ishlamaganidan keyin qo'lli qilishni boshlagan ekan. Ana narsani ixtiro qilib o'zi qo'yib berdingiz. Bu ikkinchi qo'yganingiz ekan aka bu. Shunaqa. Bundan oldingisini ham Andijonga qo'yganmiz. Andijonga qo'yganmiz aka. Xo'p, endi mana gazobli liniyalarda, lentalarda ham qilib beraverasizmi aka? Hammasini qilib beramiz. Bularni ham o'zimiz boshqatdan nimalarni qilib berganmiz aka.
Buni lenta, mishalka boshqatdan o'zimiz ko'rib, yurgizdirib berdik aka. Bari o'zbekchilik do'stlar, Rossiyadan kelsa ham birinchi picha o'zgartirilyapti o'zimizda. Xo'p, endi mana shunaqa polni liniya qilib beraverasizlarmi? Reskalari bilan alohida qilib. Hammasini qilib beramiz aka. Gazabloy nimalar sexlar bo'lsa, u narsani o'rnatib beraverasiz. Hammasini qilib beramiz aka. Qalib, liska, qoliplar ham qilib berasizlar. Hammasi qaliblarni hozir ishxonada ko'rasiz. Aha. Do'stlar, bor. bu mana gazabloy ishlab chiqarish sexi. Hozir Habillaga ham uylariga boramiz. Uylarda qolipda ham o'zlari yashar ekanlar, reskani ham qilib berar ekanlar, asosiy o'z sohalari pilarama ekan. O'zlari pilaramada o'sha pilalamani qilib turib nima qilar ekansiz aka? Uyda ham bor ekan pilalama, uni ham yasab berar ekansiz. Hozir uni ko'rsatamiz, lentalarda ham. Xo'p. Do'stlar, bo'lmasam uyga ketdik. Tashqarida chiqqan bloklarni chiqqan bloklarni bitta ko'rsatib qo'yaylik, keyin uyga qarab yuramiz aka. Mana shu mana chiqib kesilgan bloklar. Blokni уже sotuvga tayyor. Sotuvga tayyor aka. O necha pul sotishyapti endi qiziq bo'lmadi. Hamma joyda har xil sotishyapti. Pul ekan narxi uni? 17 mingdan sotyapti. 18 ming dastavka. Ha, 18 ming dastavkasi bilan 17 ming bez dastavka. Dehqonchani 2 ming qo'shadigan bo'lsalar, loyni ham urib berishadi, qopini berishadi. Yana bir 10 ming qo'shib bersalar, ustasini ham topib berishadi, to'g'risi. Narx ko'tariladi. Yana bir 20 ming qo'ysalar, menimcha suvag'ini qilib bersa kerak uni ichida, uyda urib berib. Do'stlar, narx hamma narsa injiqligi. Xo'p, bu qayerda joylashganmiz aka hozir? Qo'qon prom zonasida. Qo'qon prom zonasida do'stlar. Endi gazabloy nimasi sohasida bular batta sotishyapti, sexda o'zi anchadan beri ishlashyapti ekan. Xudo xolasa, endi uyga o'tamiz do'stlar. Gazabloy kerak bo'lsa, qo'qonliklar kerak bo'lsa, akam nomeri endi asosan stanoyga qo'qonliklarni endi akamdan olasiz, bo'lmasa kommentariyga mana shunday yozib qo'yamiz pastga. Gazabloy deb do'stlar. Ketdik bo'lmasa uyga aka. Qamoqlarga bu sexlarni batta ishlab chiqarasizlar. Shetda chiqaramiz. Xo'p, batta faqat gazabloy emas, pilarama ham qilar ekansizlar o'zlaring. Shunaqa o'zimiz ishlab chiqarishimiz ham bor aka. Xo'p. Endi keling bir avval gazabloyni oxirigacha yetkazib bersangiz, keyin pilarama stanoy ham yasab sotar ekansiz, buni ham hozir tushuntirib berasiz. Xo'p. Gazabloy qoliplarni ikki etajli qilib, bir etajligini ham qilib beraverasizmi? Ha, bir etajkasi hozir ko'rdingiz, ishlayapti. Bu ikki etajkasi. Buni o'sha Andijonga jo'natib yuboramiz bugun. Bu ikki etajkamiz o'sha 24 ta g'ish chiqadi aka. Bitta kuyganda nariga qalbga ko'ra 2 barobar g'ish chiqadi. Ko'proq chiqadi. Ko'proq chiqadi. Xo'p, buni retsepti-chi aka? Retseptlari, qo'shiladigan mahsulotlari hamma yo'g'ini o'sha borib nimalarni o'rgatib qo'yamiz aka. O'rgatib qo'yasizlar, hamma nimalari bor. Ikki etajga to'lib chiqadigan qilib. Shunaqa. Xo'p, endi buni hozir narxini aytamiz do'stlar, like qo'yib qo'llab-quvvatlaysizlar. Bu lenta. Buni ham qilib beryapsizlar. Lentani ham qilib o'rnatib beryapmiz aka. Bu lentamiz hozir shlaka blok apparatga. Buni ham gaza blok, shlaka blok, yana boshqa apparatlar uchun qo'yib o'rnatib beraveramiz aka. Xohlagan razmerlari bor. Buni oyoq-payoqlari hamma yo'qni o'zida ham bor. Hamma yo'q bor aka. Bular necha puldan aka bular? Buni narxi aka shlaka blok apparatga 1,5 ming dollarga ustanovka qilib beramiz. Boshida bunkerlari bo'ladi, ular hozir yo'q. Bunkerlarni o'zi tortib ko'tarib olib ketaveradi. Shunaqa. Uzunligicha necha metrgacha qilib berasizlar? Uzunligi aka misolcha hozir mana o'si 5,5 metr, 6 metr bo'lsa, uni xohlagan razmerga qilib beraveramiz uni. Qisqa bo'laveradi uni. Yo kaltaroq ham qisqa bo'laveradi, nima bo'lsa so'rab qolsa. Xo'p, bu endi nima? Gazabloyga ketadigan narsa. Gazabloy endi haligi nimasi xuddi mana unga o'xshagan ekan, hali gazabloy emas. Kesadiganingiz. U gazabloy kesadigan lenta necha pul? Liniya. O'sha gazabloytgan aka ko'rdingiz, o'sha stanokni 1,5 ming dollarga o'rnatib berdik aka. Uni o'rnida boshqa stanok bo'lgan. Sim leskada kesadigan apparat bo'lgan. U narsa ish bermay qiynagan. O'shani o'rniga o'zimiz shu yog'ochnikini to'g'rilab almazni arraga moslab qilib o'rnatib berdik. Zo'r. O'zi aslida mana uni qilasizlar, o'zi sizlar. Shunaqa aka. Shu soha bilan bir xil ekanda. Narsa. Xo'p, bu pilarama stanok do'stlar. Pilarama stanok to'kligi bunisi. Bu elektrskiy variant aka. 380 ga ishlaydi. 380 ligi. Xo'p, buni narxi necha pullarki? Buni metriga qarab sotiladimi, buni nimalar relslariga qarab aka? Buni elektrskiy variantdagisi 2000 dollar aka. Relsining uzunligi 8 metr bo'ladi. Keyin xuddi shu apparat ko'chmasi bo'ladi aka. Matiz motor o'rnatilgani bo'ladi. Uni aka 2700 dollar qilib beryapmiz. 2700 dollar.
Endi dastavka ustanovka buni ishlatishni o'rgatib qo'yasizlarmi? Hammasini o'rgatib qo'yamiz. Bu elektrskiy variantdagisi, ko'chmani ham, kelsa mana shu yerda hamma sharoit bor aka. Xo'p, mana bu yerda ham o'zlaringiz chiqargansizlar. Xuddi shunaqa ekan sizlarniki. Bu qanchadan beri o'zingizdan oyda ishlayapti aka bu? Bu aka 8 yil bo'ldi qo'yilganiga aka. 8 yildan beri soqqani qilyapti. Shunaqa aka. Xo'p, endi Habilloga endi pilarama biznesi ham bu ham bitta biznes. Do'stlar, endi bu birdaniga sirasi zo'r bo'lib ketmaydi, to'g'ri e'tiborga olasizlar. Buni 3 oydan 6 oygacha vaqt kerak, sabab siz odamlar batda pilarama qilayotganingizni bilishi, bu birinchisi, ikkinchisi klientlar ko'payishi. Klient ko'paygan sari bunda ish ko'payaveradi, to'g'risi. Xo'p, endi aka sir bo'lmasa, buni mullajiring, buni qancha pul daromad qilsa bo'ladi? Mana o'zlaringiz qilyapsizlar ekan. Shu boshqa odamlarga ham misol uchun kelib o'rganib qilaman desa, 100% aytib bormaysiz, shu yaqinroq qilib aytsangiz aka, kuniga 1 million pul topsa bo'ladimi? 600 ming, 500 ming, 600 mingdan boshlab 1 milliongacha topaverasiz aka. Ishga qarab. Ishga qarab. O'zingiz bunda yog'och olib kelib, mana yog'ochlar o'zimiz olib kelib foydalanamiz. Unda endi boshqacha aka. Unda boshqa narx. Boshqa narx. Uni ishlatib, o'z yog'och olib kelib ish qilayotgan odam yaxshi biladi. Ha, o'shaning umuman yangilarni ham bir bilib beraylik. Shu 1 million bor do'stlar. Endi 1 million qog'ozga o'ralgan varianti. Ya'ni eshik yoniga 0 qo'shdi, o'zini hisoblab chiqarib olasizlar. Mana ish orqali o'zingiz aytgandek, ukangiz aytib qoldilar, ukam ham ish bilan ta'minladim, Rossiyadan kelib chaqiryapti. Hozir necha kishi ishlaydi bu yerda aka? 2 ta odam ishlaydi. 2 ta odam mana shu yerda nima qilyapti? Ro'zg'or qaynatib nima qilyapti? Uni ustiga apelkasi ham pul bo'lsa kerak aka. Shunaqa aka. Apelka necha puldan bitta prinsipi? Apelkani endi o'sha o'zimiz ukamlar biladi. Ular leva endi ularda. O'zlarini. Ularda shu avet, u ham leva ham do'stlar, normalniy leva. 1 yil shu 1 yillik 3 ta, gohida 1 yillik 2 marta, bo'lmasa 3-4 marta normalniy pritsep. Bo'lmasa qopi ham 6 ming, 7 ming o'zidan hisob chiqarib qo'yinglar. O'zi 7 ming, 7 shunaqa 15 ming so'm. 15 ming ketdi, voy masalloh. Ya'ni 7 mingdan Toshkentdan olib kelishgan ekan, eshitdim men buni. Bu tugab do'stlar 15 ming ekan buni. Pritsepini necha pulligini hisoblanib chiqaraveradilar. Bizning vodiyda apelkani pechkalari bor. Apelka pechka zo'r yonadi. Bitta zagurska qilib 15-20 soat yonadi. Shu sabab Toshkentda bunaqa apelkalar yo'qligi uchun vodiyda apelkalar yetmasdan Toshkentga qatnaydigan kiragan shopirlar bo'sh olib qolsa ham hech bo'lmasa 2 qop apelka tashlab oladi. Bu ham pulda to'g'risi, undan ham 10 ming, 20 ming pul qolyapti. Oybekka chiqargan mahsulotlarimiz mana ko'rib olasiz. Hammasini o'zlaring qilgansiz. Ha, aloqaga chiqaveradi. Mana shu stanogimizdan chiqqan mahsulotlar mana aka. Teraga bular. 12 ga 5 strapilar bu. Bu tarafda 17 ga 7 midi? 17 ga 7 to'sin, образный to'sinlar aka. Bu tarafda ham bor. Ha, buni strapilar ekan. Reyka strapilar, xullas. Bular teraga bular hammasi. Ha, pilarama sohamizda chiqarayotgan mahsulotlari shular aka. Mana do'stlar, xohlasanglar mahsulot tayyorlab, xohlasanglar stanok olinglar, xohlasanglar gazovlay qilinglar, kirib soqqani qilsanglar ham bo'ladi. Faqat mehnat qilish kerak. Ishlagan soqqa qiladi, ishlamagan o'sha negativ yozib o'tiraveradi, to'g'risi. Do'stlar, like bilan podдержка qilamiz o'zimiz tadbirkorlarni, biznesmen ixtirochilarni. Xudo xolasa hech narsa nima deyishni bilmaydigan bo'lsangiz ham like qo'yib, kommentariyaga qaysi kuni ko'rayotgan datangizni yozib qo'ying. Mana shu bilan ham bizni kanalimizni rivojlanishiga yordam bergan bo'lasiz. Akamiz ishiga rivojlanishga yordam berasiz. O'zbekistonda rivojlanishiga yordam berayotgan inson siz bo'lib qolasiz. Aynan bugungi datani kommentariy yozgan odam. Soqqani qilinglar.